Iltimos, yolg'iz gapirlar, bunga qo'rqitaveradi. Sizlar deb bola qorayib qolyapti. Nima? Hamma bola ko'chaga chiqaverib qoraysizmi? Keyin hamma ota-onalar qishloqqa olib ketib qolyapti. Undan ko'ra uyda o'tirsin. Nima? Har kuni telefon ko'rsin, ularım uyda o'tirsin, nima ko'chaga chiqsinmi? Gapini verma, bo'qma, baribir uyni bilmaysizlar sizlaram. Qayerdaligini. O'rmonni bilmaysizlar. Hamma joyni bilmasangiz nima aldaysizlar. Nima sizlarga aldangan odamga sizlarga ishonadimi? Ishonmaydi. Ota-onamiz buni ko'rmasa, sizlarni topib, sochlaringni tortib sizlarni oxiri qamatvoradi. Iltimos, sizlarni deb onalarim keyin gapirishadi. Kimsaga berib yuborsa keyin o'tirasizlarmi? Meni berib yuborishdi, men nima qilyapman, boshqa qilmayman deb o'tirmaslik uchun unaqani qilmaylar, qamoqda o'tirasizlar. Onalar ko'rasizlar, bir umr u yoqda so'raydi. Anam, lekin qaytib gapirlar, xotin. Iltimos, akalar, yaxshi bir qaranglar yoki onalar, iltimos, qizlaringga qaranglar. Har kuni bunaqa gapiryapti. Ular bir zerikadi bolalarim. Nima zerikib o'tirmasinmi? Zerikib o'tirsinmi? Undan ko'ra bizlarni ismimizni aytgandan ko'ra ular uxlasin, ish qilsin. Qaynonalar bir qarab ketinglar telefoning. Bir nima qilib qo'ymasin. Bolalarga ham o'g'il nima qilib qo'yapti. Qaynonalar yoki onalar qaranglar. Onlaringda bo'lsa ayollarga qaranglar. Iltimos sizlardan. Charchadik bizlarni deb. Nima? Sizlar uchun o'tirishimiz kerakmi? Bular deb ko'chaga chiqmaymiz, bo'ldi, boshqa chiqmaymiz deb o'tirishimiz. Bo'ldi, qilmaylar qoldi. Mening ham jahlim chiqib ketdi bo'ynimga.